Hududga Samarqand gaz ta'minoti filiali tizimida xodimlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini muntazam oshirib borish, mehnatni muhofaza qilish hamda sanoat xavfsizligi talablariga rioya etilishini ta'minlash maqsadida navbatdagi attestatsiya jarayoni tashkil etildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining sohadagi tegishli qarorlari hamda filialning maxsus buyrug'iga asosan Nurobod tuman gaz va Ishtixon tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlarining bilimi sinovdan o'tkazildi. Jarayonda ishtirokchilarning mehnatni muhofaza qilish, sanoat va texnika xavfsizligi, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish tartibi hamda amaldagi me'yoriy huquqiy hujjatlar bo'yicha ko'nikmalari baholandi. Sanoat xavfsizligi viloyat boshqarmasi xodimlari ishtirokida ishchi xodimlarni bilimlarini sinovdan o'tkazishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bu jarayon viloyatimizda barcha tumanlarda davom etmoqda. Bo'lim va xizmatlarda ishlovchi, xavfli ishlab chiqarish obyektlarida ishlovchi ishchi xodimlarni bilimlarini sinovdan o'tkazish. Bu nima natija beradi? Bu bizga xavfli ishlab chiqarish obyektlarida ishchi xodimlarni texnika xavfsizlik qoidalariga, mehnatni muhofazasi hamda sanoat xavfsizligi yo'nalishlarida bilim va ko'nikmalarini oshirilishi natijasida baxtsiz hodisalarning oldi olinadi. Bu kabi tadbirlar ishchi xodimlarning bilimini oshirish, ishlab chiqarish jarayonlarida xavfsizlikni ta'minlash, baxtsiz hodisalarning oldini olish hamda xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.